glisti, ya'ni gijja qurti shikoyat qilar ekan. Nimaga biz insonni shu axlat chiqadigan joyida axlatning ichida yashaymiz deb. Ammo ularga tashqaridan toza joydan sharoit qilib bersangiz, u yerda ham yasholmas ekan, halok bo'lar ekan. Ayrim insonlar ham o'tirgan joyida hozirgi holatiga shikoyat qiladi. Buning uchun esa o'zlari emas, yo hukumat yoki bularga yordam bermaydigan muvaffaqiyatli qarindoshlari yoki do'stlari bo'lib chiqadi. Siz taklif berishingiz mumkin. Keling, siz ham o'rningizdan turing deb mana shu muvaffaqiyatliklarning safiga qo'shiling. Uning uchun faqat bular kiygan oyoq kiyim bilan bular bosib o'tgan tosh ko'chani bir bosib o'tayim desangiz, unga ham rozi bo'lishmaydi. Inson o'tirgan joyida muhitini o'zgartira olmaydi. Uning uchun albatta birinchi o'zi harakat qilish kerak. Aynan shu birinchi harakatlarni, shaxsiy rivojlanish va tadbirkorlikni ketma-ketligini muhokama qilish uchun biz Rizayev klub deb yopiq Telegram kanal ochdik. Aynan o'sha klubda shu ilmlarni bo'lishib boramiz. Agar sizda istak bo'lsa, profilim pastda ssilkasini qoldiraman. Marhamat qiling, kutib qolamiz. Salomat bo'ling.